Assalomu alaykum. Aziz oqila opa-singillar, hammalaringizga xayrli tong. Bugun man karam mahsulotidan pirojok pishirmoqchiman. Duxovkaga pirojki qilaman. Buning uchun nima qilamiz? Man hamma narsani to'g'rab qo'ydim. Bunga bitta karam, kichikroq karam bo'lsa bir dona. Kichkina karam bo'lsa, agar katta karam bo'lsa yarim dona. Keyin piyoz 2 dona va bitta katta sauzi. Buning uchun biz hozir karamni dimlaymiz. Mana shunday qilib birinchi piyozni solamiz qozonga. Ozgina chala qovurib yuboramiz. Keyin karamni solamiz. Orqasidan sozini solib yarim soatlarga dimlab qo'yamiz. Mana piyozni soldim. Karamni soldim, sozini soldim. Endi ziravorlar sepamiz. Mana bunday ko'rinishda zira, murch, qalampir solamiz. Keragicha tuz solamiz. Dimlab qo'yamiz. Azizlar, karamimiz dimlanganga qadar biz xamirni tayyorlaymiz. Xamir tayyorlash uchun qatiq, albatta buni drojali qilsa ham bo'ladi. Drojali qilganda albatta suv bilan qilinadi. Hozir men qatiqliq qilyapman, buni achitib o'tirmayman. Tuz keragicha, mana keragicha tuz solaman. Azizlar, 2 qoshiq mana shunday ko'rinishda shakar solaman. 2 qoshiq. Tuz, shakar solib aylantirib yuboramiz va 2 dona tuxum solamiz. Tuxumni oqini solamiz, sarig'ini olib qolamiz. Bittasini sarig'ini olib qo'ysak ham bo'ladi, yuziga surtish uchun. Mana bitta tuxum sarig'ini olib qoldim, bittasini shunday qo'shib solaman. Hammasini yaxshilab aralash qilamiz. Bu orada mana moy 150-200 gram atrofida, 200 gram atrofida o'simlik yog'i quyib yubordim. Ana endi hammasini chiroyli qilib aralashtiramiz. Aralashtirib un solamiz. Bunga albatta 1 kilodan ortiqroq un ketadi. Yumshoqqina xamir qoramiz. Unni solgandan keyin unni ustiga chayni soda yoki razrıxinитель solamiz. Mana azizlar, kichkina qoshiqda mana shunday ko'rinishda mana chayni soda soldim. Xamirni birinchi mana shunday ko'rinishda qoramiz, keyin qo'lda ishlov beramiz.
Yana aytaman, xamir yumshoqqina ko'rinishda bo'lishi kerak. Albatta yumshoqqina ko'rinishda nima bilan yoyishga to'g'ri kelishi kerak mana. Yana un solamiz. Mana shunday ko'rinishda xamir bo'lishi kerak mana. Mana taxtaga olib ozgina yengilgina mushlab yuboraman. Mana yengilgina mushlab yubordim. Yig'ib xamirni bir pasga yopib qo'yamiz. 10-15 minut atrofida tursa bo'ladi. Bu orada mana farshim tayyor bo'ladi. Mana azizlar, karamam ancha dimlanibdi. Mana hozir birozdan keyin olovdan tushiraman. Bu arada ozgina qovurib yuboramiz. Shunday ko'rinishda yopib turamiz. Yaxshilab dimlansin. Azizlar, men qishga morozilkaga ancha ko'katni kesib, yuvib, kesib, chiroyli qilib salafanlarga taxlab qo'yganman. Hozir shundan solib yuboraman. Mana. Kashnich, ukrop solib qo'yganman taxlab qishga. Ora-orada shundan ham ishlataman. Qishga ekilgan огородda ham ko'karib turibdi. Biroq shu xolodilnikdagidan ishlatib qoldim. Bu orada xamirlarni bo'laklarga bo'lamiz. Mana bo'laklarga bo'lib, dumaloq zuvalachalar tayyorlaymiz. Mana azizlar, men kichkina zuvalachalar tayyorlab qo'ydim. 25 ta zuvala bo'ldi. Mana 25 ta yaxshi zuvala bo'ldi. Mana xamirim juda ham yaxshi bo'libdi. Juda ham bir yumshoqqina, ham pisochniga o'xshab yumshoqqina xamir bo'ldi azizlar. Mana bu orada yana yopib qo'yamiz birpas. Keyin yoyamiz. Mana azizlar, zuvalachalar mana shunday ko'rinishda, mana shunday ko'rinishda yoyiladi. O'ta yuqqa ham emas, qalin ham emas, mana shunday ko'rinishda mana zuvalachalarni yoyamiz. Mana shunday ko'rinishda zuvalachalar yoyiladi. Uni har qaysisiga mana shunday qilib, mana katta qoshiqda, albatta ichiga qancha solish o'zingizda ixtiyoriy. Mana ko'p solsangiz ham bo'ladi. Mana karam juda ham foydali. Mana shunday ko'rinishda solib hammasini tugamiz. Azizlar, mana shunday ko'rinishda tugamiz va tugilgan tomonini pastga qaratib, mana shunday pastga qaratib, mana shunday qilib pastga qaratib taxlaymiz. Mana azizlar, tugdim. Endi mana tuxumni harag'ini surtib, ora-ora men surtdim hozir. Yengilgina sizga ko'rsatyapman mana. Mana shunday ko'rinishda surtib duxovkaga qo'yasiz. Ichi pishgan, faqat ustini tez yarim soat ichida pishadi.
Ana shunday ko'rinishda pishirib olasiz azizlar.